İsmingiz nima aka? Sherzod. Sherzod yoting. Ayağım neçe? Pasport yoting. Bu nimadan keyin boshlandi og'riz? Kechadan oldimda yiqilib tushdimda, Qattiq yiqildingiz? dalada. Bunday polga yiqildimda, bunday polg'alatib-ku. O'shanga belim bilan tushdimda, mana bunaqa toshi joyiga. Ora faqat mana shu beringizda, mana bu yerda. Mana bu tarafida, mana shu yerda. Bir qaqishcha joyda. Hozir ematingiz ko'rib sraz aytdim-ku sizga, unaqa muammo yo'q dedim sizda. Xudo xohlasa. Bu oddiy travmani asorati. Bosh qo'ying. Nima deysizmi? Sherzod? Boshingizni bemalol bosh qo'yaverting mana shuni. Mana bu yerda smeshение bor sizda. Qarang. Bormi? Bor. Bosh qo'ying. Mana bitta mana. Bitta mana shu. Masturdingizmi? Beliz yo'q. Ertalab o'rmadim beliz? Yo'q, ertalab o'rmadim. Yo'qmi? Doğru çıkanda da var. O'xay. Yo'q. Qitig'im bor. Bu qitig'ingizmi? Bu og'riq emas bu. Og'riq yo'q, qitig'im bor. Hozir bormi og'riqingiz? Hozir ham bormi? Ozgina borda, engashgan paytda, tikka turgan paytda. Tikka turganda og'riyaptimi? Qolgan payt og'rimayaptimi? Kışa veriyorsun. Qishyapmanda. Yo'q, bu og'ruvdan qishyapsiz, himoya ishlab ketganda sizda. Xafangiz mana mazza tashing. Bo'ldi, anaqa. Bemalol yo'q. Kecha turdi. Xorazmdanmisiz? Ha, Xorazmdan. Ana, Qayerdan? Guldan. Qarang, bitta dona mana bu yerda L1 o'ng tomonga surib qo'ygan. Qo'zg'ab qo'yganda, atak qolgani yaxshi. Mana umurtqangiz bor, juda ham yaxshi. Nima qilamiz? Şu sürülüp kince grijim ketmegen mi? Yo'q, grijim bo'lmaydi. Bularda protruzia holati 4 mm beryapti-da aka. Men o'zim ertadan ko'rib sraz aytdim-ku. Endi o'shanga men videoga olib majburman videoga olishga nimaga? Chunki odamlar bilsin-da, masalan, u 4 mm grij emas-da, olib qarsangiz u katta muammo emas-da. Tushunsiz? O'shanga Sherzod qo'rqmang, unaqa seriozniy muammoingiz yo'q, xudo xolasa. Shunga anonga tushganda aytdim, ozgina joyidan qo'l solgan dedim, qiyshaygan dedi. Shunaqa dedi. Bitta dona, bitta mana. To'g'rilasa Bo'ladi. Ana qanaqa? Bitta mashina to'g'rilib qo'ying, xo'p. Sherzod. Bo'ldi. O'sha qiyshaygan dedi-da. Bitta dona atak beringizda xudo xolasa muammo yo'q. Bitta dona mana shu Rossiyada ishlab yurganimda bitta qizchada xuddi shunaqa bo'lganda, yiqilib tushganda, Mana shu. qo'zg'ab qolgan. Faqat Sherzod ozgina chidaysiz, xo'p. Bemalol bo'sh qo'ying, qo'rqmang. Og'izga berdimi? Yaxshi. Bo'ldi. Men pastga tegmayman, xo'p? Chunki bu yoq mana siz muammoyingiz, mana. Ko'rdingizmi? Mana chiqib keldi mana. Sherzod, bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Kuchamang, xo'p. Anonot. İçe oturayım var. Yaxshi. Ko'ngillanmadimi? Yo'q. Yaxshimi? Sherzod, chuqur nafas olib chiqaring. Aha, yana bitta. Aha, bo'ldi. Bo'sh qo'ying. Bo'ldi. Sherzod. Mana o'zi shifo qoldi, ko'rdingizmi? Montaj yonidan urishni hojati ham yo'q. Ko'rdingizmi? Bu mana buni ikki umurtqa tepadagi pastki umurtqani hisobiga siqilganda, bu o'ng tomonga surib qo'ygan mana. Atak ko'rdingizmi? Даже yonidan urish ham ishlatamasda, ko'rasizmi? Tekis bo'lib qoldi. Kontrol qilmayman. Hozir ham og'riq bormidi kelganingizda? Doğru çağırın. Yo'q, o'zi mana shu kelganingizda og'riq bormidi hozir? Bor. Qani turib ko'ringchi? Yurib ko'ring. Yurib ko'ringchi. Yonama yürüyorum işte sakın. Kol vardı mı? Kol vardı mı?
Bari mushak ezilgan debdi doktorlar. Yo'q, haligidan pasaydimi o'g'lim? Nima pasaydi? Bo'ldi. Ani beringizni hech kimga tegdirib o'tirmang. Beringiz yomon emas. Hozir borsangiz, voy grijangizni 4 mm grijangizni olib tashlayman, operatsiya qilaman, u yoq bu yoq deb yotqizib qo'yadi. Bormang, unaqa shart emas siz operatsiya qilish, xo'p? Shu o'zi dermatologga borasan undan ko'ra bu yoqqa birinchi ko'rinadi. Yo'q, yomon emas. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Hozir o'chir.